Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga suvlari tiniq, hidlari yoqimli, o'zi esa juda ham xushxo'r bo'lgan qalampir tuzlashni oson usulda tayyorlashni ko'rsataman. Qalampirlarimizni yaxshilab yuvib, keraksiz joyini olib tashlab, iste'mol qilishga qulay bo'lish uchun to'g'rab olamiz. To'g'rab bo'lgandan so'ng muzdek suvga chayib tashlansa, ortiqcha urug'lar chiqib ketib, yeyishga yanada qulay bo'ladi. Sterilangan bankamizga lavr bargi, qalampir va to'g'ralgan sarimsoqni solib, ortiqcha gazlar chiqib ketish uchun 20 daqiqaga issiq suvga solib qo'yamiz. 20 daqiqadan so'ng suvni to'kib tashlab, 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq olma yokida uzum sirkasidan qo'shib, bankamiz to'lguncha issiq suv qo'yib, ustini mahkam qilib bekitamiz. Do'stlar, shu usulda tuzlaganingizdan so'ng 2 kunda tayyor bo'ladi. Saqlash muddati esa mart-aprel oylarigacha bemalol yaxshi holatda turadi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, saqlanib aytib qo'yishni unutmanglar. Bundan-da qiziqarli retseptlar hali oldinda. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum. Bizda manaki turetskiy ruletimiz, qo'y go'shti aralashgan ruletimiz, serli ijin ruletimiz, achchiq serli ruletimiz va serli napoleonimiz kelishlaringiz mumkin. Kimda-kim mana shu shashlikdan 10 donasini 10 daqiqada bitta non va yarim litr kola bilan ichib ulgursa, bonusimiz bor. Kim mana shu challenge'imizga qiziqsa, kommentariyada raqamlarini qoldirsin. Biz manzillarimizni berib o'tamiz. Kutamiz.